Yo, PSOS kanali muxlislari va F-futbol ishqibozlari, bugun sizlar bilan challenge'imizni davom ettiramiz. Agarda kimdir meni yutsa, bugun 60 ming so'm oladi. Va bugun 5-qism. Hamma qismlarini kuzatib boradiganlar katta rahmat. E'tiborlaring uchun juda ham o'zi 5-qismi bo'lsa ham ancha odam ko'payib qoldi, juda ham ko'p odam so'raydigan bo'ldi. Qachon boshlanadi deb. Mana birinchi kirgan hozircha obunachimiz bilan tayyor turgan ekan, edit tashlashim bilan sirazi kirdilar. Mana ular jamoalari ko'rib turibsizlar. Mana hozir mana bizaniki bu. Hammasi himoyachi. Mana tepaga Roberto Carlos qo'ydik hujumga. Mana ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Hammasi hujumdagilar ham, zashtiklar ham, varatar ham, o'ng qanot, chap qanot hammasi himoyachi. Meni o'ylantiradigan faqatgina bir narsa bu yoqda. Nima deb o'ylaysizlar? Varatar, конечно. Varatar eng odamni qiynab qo'yadigani. Nima uchun deganda, to'g'ri tep borsa bo'ldi, tamom. To'g'ri tushib ketsa to'p biz o'tkazib yuborishimiz mumkin va bu juda ham yomon oqibatga olib keladi. Xo'p, Mourinho bizda murabbiy Hernandez razminkachan qilib qo'ydi. Qani o'rtoqlar, tayyor bo'lsalaring. Bismillah deb boshladik. Qani ketdik, mana sekin shoshmasdan. Eslaringda bo'lsa, adashmasam 3-qismi edi, faqat vratarlar bilan o'ynab ko'rgandik. Vratarlar bilan juda ham qiyin. Himoyachilar faqat o'ynasa bo'ladi-yu, faqat shu vratarda qiynalamiz. Xo'p, Hakimiga o'darib berdim. Yaxshi zarba. Spokojniy qaytardi. Uglovoy olamiz. Uglovoy. Tak. Kimga? Tepaga chiqaramizmi? Ay bosilib ketdi boshqasi. Hech qisi yo'q. Qaytaramiz va zarba beramiz. Lekin boshqamadi zarbamiz. Sekingina spokojniy qaytaramiz. Maksimalni qaytarish kerak o'rtoqlar, chunki vratarimiz reshkart bo'lib turibdi. Agar to'p tegsa o'tkazib yuborishi mumkin, tamom. Chunki uni pozitsiyasi emas. Xo'p. Sekin yopamiz. Hoppa, olib qo'ydik, yaxshi. Bizaniki. Qaytdik. Hujumga o'tamiz, davom ettiramiz. Roberto Carlosga pas. No, yaxshi. Chapga. Oy. Yaxshi olib qo'yishdi. Davom etamiz. Nima qilib bo'lsa ham qaytarib qolishimiz kerak. Iloji boricha to'p o'tkazib yubormasligimiz kerak. To'p agar varataga to'g'ri tepsa ham, iloji boricha ularning o'rnlarida bo'lganda uzoqdan ko'proq tepib olardim, chunki varatar o'rnida zashetnik. To'g'ri tepsangiz o'tkazib yuboradi. Mana bizda varatar. Eski kartasi. Himoyachi kartasi agar kim o'ynatgan bo'lsa eskisini. Sekin qaytaramiz. Yo'q. Olib qo'ydik yana. Shoshilmasdan. Hoppa. Krasavchuk. No. Hop. Pas. Boshqamadi. Tepaga. Ajoyib. Yaqinlashamiz. Hernandez. Roberto Carlosga pas bo'ladimi? Bo'ldi, lekin neto udar. Biz kutganchalik bo'lmadi. Xo'p. Ajoyib. O'tkazib yubordik. Afsuski, iloji yo'q. Agar Lubey varatar bo'lganda hozir o'zini pozitsiyasi buni qaytarardi. Spokojniy qaytarardi. Prям 100%. Mana shunaqa payt ozgina asab buziladi, lekin biz o'zimiz qiziq bo'lishligi uchun mana shunaqa qilib zashnik tanladik. Ko'ramiz. Oxiri nima bilan tugaydi? 40-daqiqa. Bizga ikkinchi hujum arafasida ko'rdim, bitta hujum bo'ldi, bir dona hujum bo'ldi o'zi. Shuni ham o'tkazib yubordik. O'ziga tepgan uchun qaytarib oldi Reshkart.
Pas. Yo'q. Shoshilmaymiz. O'yinchilar уже sekin charchashni boshlayapti. Yaxshi. 2-2 ular. Ikkalamizdan bir to'g'ri tepgan ekanmiz. Paslar bo'yicha biz hozircha oldinda. Davom etamiz. Obunachiimiz boshladilar. Mana pas, uzun pas. Yo'q. Xato pas bo'ldi. Qaytaramiz sekin-sekin. O'rtoqlar, sira aytib qo'ymoqchiman videoni ko'rayotganlar. Bu shouimiz davom etaveradi. Har safar man yutqazadigan paytimda 10 ming so'mdan oshib ketadi. Agar man yutadigan bo'lsa, 10 ming so'm pastga tushiramiz. Qo'lga tepib qo'ydilar, shuning uchun spokon. Ko'rdilaring o'rtoqlar, unaqa wow o'yin bo'lmayapti ikkalasida ham, lekin hujum ko'ramiz. Lekin biz yutqazyapmiz, sababi oddiygina udar bo'lganda qaytara olmadi. Oppa! Ajoyib. Xo'p, bu shouimiz davom etadi. Keyingi yana shou o'ylab topdim va uni nomi har bitta urgan golingga 10 ming so'm olasan bo'ladi o'rtoqlar. O'ylaymanki, juda ham qiziq bo'ladi. Ko'proq gol urishga harakat qilinadi. Chunki 10 ta gol bo'lsa 100 ming so'm degani. Xo'p. Mana shunday. Yo'q. Ajoyib. Xo'p, kimdir almashtirishligimiz kerak. Bilasizlar, u hujumda Roberto Carlos charchab qoldi. Kimni qo'yamiz? Kimni tepaga? Хотя. Kim bo'lishidan qat'iy nazaran. Tak, hujumga kim qo'yishni bilmaysiz, hammasi ishnik-ku. Chap qanot, o'ng qanot, o'rta, ko'pi o'rta himoyachilar bo'ladi bitta. Roberto Carlos charchab qoldi. Balki bir dona bo'lsa ham gol ursak, davom ettirishligimiz mumkin. Ular ham kimdir tushiryaptilar. Tomosha qilamiz. Ungacha bir xo'plam bismillah deb choy ichamiz. Allohga shukr. Xo'p. Davom etamiz. Nima qilamiz? Va nihoyat o'yinchilar almashadi. Hoppa, sizgandimi yoqqa tashlashligini? Mayli, shoshmaymiz. Bir dona gol kerak bizga, bir dona. O'shanda yetib olardik. Xato. Yaxshi, o'tib ketdi. Bu yoqqa. Mayda pas, shoshilma. Endi bilasizlar, u meni atakovat degan navik bor. O'sha agar kuchli bo'lmasa, o'yinchi ochilmaydi, bundan foydasi yo'q. Ay, всё. Qaytaroldik, молодец. Красавчик. Sekingina. Ko'sa kurtga tashmasam o'qigan u tarafda. Tez o'tgani uchun e'tibor qilmay qoldim. Xo'p. Beckenbauer. Kim o'ynaganmi bu kartalari bilan 2020-yillarda esla oladi. U atak o'yishida ham yorib tashardi o'sha payt kartasi bor-ku. Hozir stillar juda ham muhim, oldin stillar unaqa ishlamasdi. O'sha payt bemalol har pozitsiyada o'ynatardim men. Hop. Nu, pas. Afsuski. O'tamiz. Ну и все. Уф. Давай. Защитник. Beckenbauer hozir shu haqida gapirgandek o'rganda zo'r bo'lar edi. Hop, pas berib ko'ramiz endi o'rtoqlar. Chunki 6 daqiqa qoldi. O'tmadi.
Bu bizga qimmatga tushadi. Ulguramizmi? 0 bu taraf bosgan edim. Mana xato yana. Zo'r o'yinchi bo'lmasangiz ham xato qilingan paytda ursangiz, mana qarang. Bunaqa любой вратар bo'lganda ham 100% o'tkazmasdik. Hozir 100% birinchi golda ham, ikkinchi golda ham. Mana shunaqa qilib asab buzadi bilan. Lekin o'yin qoidamiz faqat himoyachilar bilan bir dona ham hujumchi yoki varatar qo'shmaganmiz. Hozir ham o'tkazamiz. Yo'q, bo'ldi. Endi ulgurmaymiz. O'g'lavoy. O'g'il tugashi bilan menimcha vaqt ham tugab qoladi. Xo'p, umid uzmaymiz. Bir dona bo'lsa ham hujum qurishga harakat qilamiz. Hop. Yo'q, to'p tepamiz, o'z vaqt tugaydi. Afsus. Bu safar ham yutqazdik va 60 ming so'm ketdi o'rtoqlar. Afsuski. Obunachimizga katta rahmat, ajoyib o'yin. Faqatgina bizda varatar yo'qligi uchun pand berdi. Lekin o'yin ko'rdilaring bir xil unaqa kimdir kuchli, kimdir kuchsiz emas. Faqatgina agar varatar qo'yganimda ham hozir bu darajada bo'lmas edi. Qo'yganlarni zashni qilganimizda ham. Richard nima uchun unga 6 ball. Mayli. Boya bir marta qo'liga o'ziga tepgani uchun qaytarib qoldi o'sha payt, balki ball hisoblangan bo'lishi mumkin. Hop, Hazard bugungi chempionimiz. Xo'p, skrin qilib qo'yamiz. Bilasizlar qoidasini Telegram kanaliga kirib skrin tashlashlari kerak. O'sha ID tashlagan joyimizda. Mana Telegram kanalim. Mashaalloh, hozir mana ko'rsataman qanday qilib tashalgan va pul tashab berdik. 100%. Hech qanaqa aldoy yo'q, ularni tanimayman даже, mana Sardor degan bola. Даже ular pul berishligini ham bilmas ekanlar, biz pul tashab berdik o'rtoqlar. Sizlar ham qatnashishlaringiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.